Ayollar keyingi xohishi erkagidan har qo'shilishdan oldin ruschada preludiya deb aytiladi. Shu erkalab, shirin so'z aytib, gijinglagan to'y qilib, ko'nglini ko'tarib, xohishini uyg'otib, keyin yaqinlashsa edi degan yana bir yashirin tuyg'ulari bo'ladi ayollar. Misol uchun pala-partish dabir-dabir harakat qilinadigan bo'lsa, unaqa holatda mashinasi garajga kirganidan suvi qurigan bo'lib qoladi. Jinsiy qinni shilliq devori yirtiladi va u og'riq beradi. Bir marotaba boshlanishida og'riq bergandan keyin ayolga yoqmaydi. Ana shuning uchun jinsiy aloqani shoshmasdan, yaxshilab ayolni tayyorlab, qizdirib, shashlik pishirgan paytda qanaqa qilib mangalni tayyorlaysiz? Oldin o'tin cho'plab kelasiz, o'tinni maydalab sindirasiz, keyin uni yoqasiz, keyin ustidan ko'mir terib chiqasiz, ko'mir yaxshilab yonadi, keyin uni yelpiysiz, keyin u yonib, cho'q bo'lib, lovillab, tayyor bo'lib turganidan keyin shashliklari sixlari bilan terib chiqasiz, to'g'rimi? Ana unda yaxshi pishadi shunda. Agar uni chala qilib, yaxshi yonmasdan qo'yadigan bo'lsangiz, shashligingiz chala pishadi. Ayolga jinsiy aloqadan oldin mana shunaqa xuddi mangalni olovini tayyorlagandek tanasini tayyorlab, keyin asosiy ishga o'tish kerak. Хорошо? Doktor Ishchanovning Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor. Mana ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal.